Bularni qara, astag'firulloh, bularni qara. Endi bayroq ko'tarib oladi. Nima qilyapsan? Onga pasing nima? Jahon urushda qatnashganmisan? Sen nima qilyapsan? Qilgan bo'lsang, yo'lga chiqqansan, Toshkentga pishon ketgansan. Qadariga to'xtasang, men pul beraman senga. Ketasan, mashinaga ketasan. Bo'ldi, rost aytyapman. Mana boboy bor, boboy. Oyoq kiyim mana shuncha bir narsani qilaman qilyapti. Voy, mana qizdi bunday, mana unday edi, mana stilizga uryapsiz dedi. Rost aytyapman, stil qanaqa? Tavba qiling, Allohdan qo'rqing, chekkaroqqa chiqing aka. Bo'ldi, astag'firulloh deng. Kirsang, ashkdan taqib olgan, bratan. Achkide, bratan. Hammani telefon emas, mana portani ko'ryapti, bratan. Hammaga portani ko'rsatyapti. Tushunyapsan? Ana qizlar telefon olmayapti, qizlarni sotyapti, bratan. Narxlayapti. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Kanka просто iPhone oldi emas, mana bu qiz yoshi shunaqa narxi shuncha deb yozib qo'yinglar, bo'ldi. Octagon liga jang ber. Qayerda bir cho'rt odamlar bor, bitch bradaga, o'rganib ol. Ya'ni odamlar ularga like bosadi. Yana o'lgan kunimiz o'shada. Bitta kirsang, domlaning ustidan kulishyapti. Domlaning gapini mulohaza qilishyapti. Domlada tushunaysan, Alloh taolo uni u darajaga qo'ygan. U senga, menga, boshqa odamga emas, uni muhokama qilish. Biz domlaning qilgan narsasini biz qila olmaymiz dedik. Qozog'istonlik bola bor-ku, ismini bilmayman. To'xta. Ha, bir narsa bechara unga ham bor, короче. Mani kuchugim bor-da, jala. Kuchugim bitta bizib tashamadi. Kapiyolik aka, yaxshi dasturlari bor ichida. Yaxshi insonlar ko'p, ku. Mana lekin gapsiz bo'lishi mumkin emas. Yaxshi insonlar ko'p ichida. Yozaversa kimdir? Liboyga deb gapirishaveraman. Umuman qiziqmas. Farqi yo'q kim bo'lsa ham. Kallasi ajdaxoniki bo'lsa ham qiziqmas.